azizlarim, mehri qaynoq insonlarim. Tinglab borayotganingiz kutilmagan qo'ng'iroq loyihasi. Mikrofonlar qarshisida sevimli boshlovchingiz Nodira Begim. Bizning loyihamizga bir nechta tabrik maktublari yetib kelgan ekan. Keling ulardan bir nechtasini o'qib eshittiramiz. Qani, ketdik. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Farzonaxon, singiljonim, siz bilan bog'landikmi? Ha, mama. Yaxshimisiz? Sog'monmisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingizchi? Yaxshi, rahmat. Ushbu go'zal damlarda siz bilan kutilmagan qo'ng'iroq, tabriklar loyihasi orqali bog'lanyapmiz. Ushbu loyiha boshlovchisi Nodira Begim bo'laman. Avvalo sizni bezovta qilib qo'ymadik degan umiddamiz. Yo'q. Bugungidek go'zal sanalarning egasi ekansiz. Allohimga chin ne'mat, Rasulimizga xolis ummat bo'lgan kuningiz bilan. Rahmat, xursand bo'ldim. Ayni damda qarshi olayotgan shukrona yoshlaringiz bilan samimiy muborakbod etamiz. Alloh taolo bunday nurli sanalarni hayotingizda yana ko'plab nasib qilsin. Qalbingiz tinch, kayfiyatingiz baland, tanajoningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Bugungi fayzli kunda qarshi olayotgan 12 muchal yoshingiz umringizning eng fayzli, barokatli yoshlardan biri bo'lsin. Bugun bizning loyihamizga yaqin insoningiz tabriknoma maktublarini yo'llagan ekanlar. Nima deb o'ylaysiz? Kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Dadajonim bilan. Yo'q, yana kim bo'lishi mumkin? Onajonim bo'lishlari mumkin. Yanachi? Bo'ldi, topdim. Ammajonim, mehribonim bilan. Albatta, ko'nglingiz adashmadi. Sizni eng yaqin insonlaringizdan biri. Ammajoningiz Saidaxon opanomlardan yetib kelgan ekan. Shu bilan birga opoqingiz Jalolxon, onajoningiz Nayramxon, boy dadajoningiz Abdurasulxon ota, dadajoningiz Nabixon, qolgan barcha jiyanlaringiz, yaqinlaringiz nomidan ham tabriklayman deya yo'llagan ekanlar. Rahmat, tashakkur. Ilohim, mana shunday yaqin insonlaringizni baxtiga doimo sog' salomat, shod xurram bo'lib yuring. Xo'p, rahmat. Ruxsat bersangiz, ammajoningiz nomidan yetib kelgan tabriknoma maktublarini Alloh qodir qilganchalik o'qib eshittirsam maylimi? Mayli. Minnatdorman. Assalomu alaykum, aziz jiyanim. Bugun sendek mehribon, oqila, qalbi pok jiyanimning tavallud ayyomi. Bu sana nafaqat sening, balki seni yaxshi ko'radigan barcha yaqinlaring uchun ham quvonchli kun. Seni bizga jiyan qilib bergan Allohimga behisob shukronalar bo'lsin. Sendek nurli insonni, qalbi pok insonni bizga ato etgani uchun. Har bir o'tgan yiling tajriba, har bir kelayotgan yiling imkoniyat, har bir tong seni yangi umidlar sari yetaklasin. Yashashdan zavq ol, kelajakka ishonch bilan qadam qo'y. Sening har bir quvonching bizga ham quvonch, har bir yutug'ing biz uchun ham faxr. Har doim oilaning ko'z nuri, yuragining quvonchi bo'lib yurgin. Senga eng ezgu tilaklarni chin dildan tilaymiz. Hayoting faqat yaxshiliklarga to'lsin, yuraging hech qachon ozor ko'rmasin. Orzularing amalga oshsin. Yaratganni o'zi seni doimo o'z panohida asrasin. Tavallud ayyoming muborak bo'lsin. Tilayman suvdek musaffo hayot. Hech qachon rejalar bo'lmasin barbod. Tilayman osmondek payonsiz baxtni. Aylangsiz qabul ushbu tabrikni. Doimo baxt iqbol sizga bo'lsin yor. Yurgan yo'lingiz nurlarga to'lsin. Azizim, eshiting qalbdagi so'zim. Tug'ilgan kuningiz
muborak bo'lsin. Yorug' bo'lsin yuzingiz misoli quyosh. Ko'zingizdan oqsin baxtga to'la yosh. Hayotingiz doimo quvonchga to'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deya mana shunday go'zal tabriknomalarni siz tomon yo'llagan ekanlar. Rahmat, xursand bo'ldim. Ammajoningizning samimiy tilaklari ko'nglingizdan joy olib, kayfiyatingizni ko'tara oldi degan umiddamiz. Ayni damda ijodiy guruhimiz tomonidan suhbatimiz yozib olinmoqda. Shuning uchun oila a'zolaringiz, boshqa bir yaqin insonlaringiz uchun ham tilaklaringiz bo'lsa, marhamat eshitamiz. Men qaranda ingliz tilida o'qiganman-da. Qancha inglizcha tilak yetsam bo'ladimi? Albatta bo'ladi, eshitamiz. Hi everyone. Today I want to tell you about my aunt and my family. Secondly, my aunt is very kind and beautiful woman, and my family are very interesting family. I love my family, proud of everyone to kill up with my 100 years ago, and I have a lot of emotional highs, and I like my family and my aunt. My aunt is very loving me and I love her, and my family are very popular in the same years. Oh, very good. Judayam chiroyli aytdingiz. Thanks. Mayli, sog' salomat bo'ling. Rahmat samimiy tilaklaringiz uchun. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Alloh panohida bo'ling. Yuzingizdan tabassum, hayotingizdan fayz va baraka arimasin. Barcha samimiy tilaklarimiz siz uchun bo'ldi. Sog' salomat bo'ling. Rahmat, ushbu go'zal taronalarimiz siz uchun yangraydi. Marhamat. Bolamiz birga deb juda ham ishondim, sen bilan orzuda